Assalomu alaykum qadrli obunachilar. 2026-yilda tomini nimadan qilishni bilmayap turganlar uchun sizlar uchun pena betonni tavsiya qilamiz. Bundan bitta qildiradigan bo'lsangiz, xo'sh, uyingiz yozda muzey qishda bo'ladigan bo'lsa, issiq bo'ladi. Xudo bittadan like bosib tursalaring, narxlarni haqida ham chiroyli ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hozirgi kunda yoz yomoniga yetib kelganmiz. Bo'lmasa ustakamizdan ma'lumotni olaveramiz. Kelaverasiz endi. Assalomu alaykum. Charchamang. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qolyapsizmi? Yaxshi, rahmat. Aha, xudo xolasa, kattalarimiz, eskilarimiz aytadi, pichoqni birinchi o'zingga ur, og'rimasa birovga ur deydi. Xudo xolasa o'zlaringning xonadonlaringga qilyapsizlar, to'g'rimi? Bitta mahsulotimizni bosyapmiz hozirgi kunda. Aha. Necha yildan beri mana shu sohadasizlar? Xudo xolasa bu yil 2-yilni boshladik. Aha, ilojim borsa sal balandroq gapiraverasiz. Xo'sh, oddiy lombozdan nima afzallik tomonlari bor? Oddiy lombozdan afzalliklari vazni yoki og'irligi ancha yengil bo'ladi. 10-15 barobar yengil bo'ladi. Qish kunida issiqlikdan ancha ushlab beradi, yozgi kunda salqinlikdan ancha ushlab beradi. Aha. Xudo xolasa, shumilizatsiya vazifasini ham bajarib beradi, to'g'rimi? Vazifasini ham bajarib beradi bu. Aha, zo'r. Xo'sh, buni tarkibi nimalardan iborat? Tarkibi qum bo'ladi, sement bo'ladi. Aha. 500 markali sement ishlatamiz Penabeton mahsulotimizga. Shisha tola bo'ladi, ko'pchilik bilsa kerak. Keyin o'zini rossiyskiy toza maxsus penasi bo'ladi. Aha. Xudo xolasa baquvvatligi ham zo'r bo'ladi, to'g'rimi? Zo'r. Hozir necha santimetr quyilyapti? Hozir 7-8 santimetr holatda quyilyapti o'zimiz tomimizga. Aha. Shu ancha effekti yaxshiligi uchun o'zimizga quydiramiz. Aha. Qalinligini necha orttirib quyib berilish xizmatimiz ham bor. Necha qalinroq quyib berilsa ham qalinroq quyib beriladi, necha yuqoriroq quyib berilsa yuqoriroq quyib beramiz. Xolasa, misol uchun, standart 5 santimetrdan 7 santimetrgacha bo'ladi. Misol uchun 10 santimetrdan balandroq quyib bering, 10 santimetr quyib bering deydiganlar uchun ham quyib berilaveradi, to'g'rimi? Zo'r. Xizmatlar qayerlargacha? Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz hozirgi kunda. Vodiy bo'ylab, O'zbekiston 12 ta viloyatga bir xil bo'ladimi yo vodiy bo'ylab bir xil qilib beryapsiz? Vodiyda narxi boshqa bo'ladi. Toshkent, Voha tarafimiz narxi jicha qo'shilib qoladi, yo'l kiralari. Aha. Shu 7 santimetr bo'lganini hozirgi kunda qanchadan quyib beryapsiz vodiy bo'ylab? 45 ming so'mdan vodiy bo'ylab. 45 ming so'mdan. O'zbekistonda misol uchun boshqa joylarga chiqadigan bo'lsa, narxi ozgina qo'shiladi, ko'p emas, to'g'rimi? Ko'p emas. Ob'yom katta bo'ladigan bo'lsa, narxida o'tib beramizmi? Xohlasa skidkalarini chiroyli qilib beramiz. Bizga chiqalar uchun ob'yom kattaroq bo'ladigan bo'lsa, skidkalarni qilib beramiz, to'g'rimi? Beramiz. Bir kunda necha kvadratda bosish imkoniyati bor? Bir kunda 200 kvadratdan 300 kvadratgacha bosish imkoniyati bor. Aha, 200 kvadratdan 300 kvadratgacha. Misol uchun 100 kvadrat joyim bor desa, necha soatda bosib ketamiz? Bir 3-4 soatga qolmasdan chiroyli qilib bosib beramiz. Uyda egasidan nimalar talab qilinadi? Uyda egasidan suv, svet bo'lsa bo'ldi. Suv, svet bo'lsa bo'ldi, boshqa narsa talab qilinmaydi. O'zimizni yonimizdan olib borib mahsulotlarni chiroyli holatda, shu ko'rib turgan holatda bosib beramiz. Tekis holatda qilib bosib beriladi, to'g'rimi? Zo'r. Xo'sh, akalar qo'limizdan kelgancha ma'lumotni berib o'tdik. Usta, sizga ma'lumotlar uchun rahmat. Xudo xolasa biz obunachilarga arzonroq qilib, chiroyli qilib xizmat qilib beramiz. Akalar, videomizga bittadan like bosib, tomin nimadan qilishni bilmayotgan turgan tanishlaringga jo'natib qo'ysalaring, kimgadir foydali, manfaatli bo'lib qoladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar. Ustakalarimiz, manzil qayerdan ustaka? Manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Qo'shtepa tumanidan. Bemalol telefon qilaverasizlar. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga undan tashqari qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlarga ham o'tib xizmat qilishlar imkoniyati bor. Chiroyli qilib. Bemalol aloqa chiqarsalar, imkoni boricha chiroyli narxda qilib berishadi. Mana shu ustakalarimiz mehnatiga bittadan like bosib qo'ysanglar, e'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lasizlar.